Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. House Mobile har doim sizlar uchun yangidan yangi tovarlarni taqdim etadi. Eslatib o'taman, bu vitrinamizdagi tovarlar emas, bu hammasi yangi, hammasi noyob va arzon narxlarda. Techno Phantom X2 5G bu modelimiz yangisi narxi $700 ga yaqin turadi va ayni damda shunaqangi bir zo'r variantda korobkalarni o'zi ham bir bahaybat, bir ajoyib qimmat telefonligini isboti bo'ladi. Smartfon ajoyib uslubda, nosimmetrik kamera modullari, ekranlari qayrilgan, yonlarida sal chexol izlari, petnochalari bor, lekin smartfon svejiy, radnoy. Narxi $179 ga, A82 dan narxiga 8256 lik premium segmentdagi modelimiz. Va flagman telefonni bitta eng zo'rini ko'rsatib bermoqchiman. S24 Plus bu katta ham bo'lmagan, kichik ham bo'lmagan, premium materiallardan ishlangan, suvga 100% qarshi himoya qila oladi o'zini. Premium darajadagi 12 ga 512 talisi, $335, 8250, 12256 esa $325 tashkil etadi. Ideal holatda bo'ladi va oddiy, moshni, qo'lga elegant yondashadigan telefonlar hisoblanadi. Bizda 11 Pro Max ni $303 evaziga 64-98% islomiy green rangi, yangi holatdagi variantlari kirib keldi. Va Samsung A55 ni yoqimli moviy, yoqimli binafsha rangda, yumshoq binafsha rangini ayollarga, hojiyonalarga sovg'uvchi eng zo'r sovg'a bo'la oladigan smartfon $320 ga bas, bor yo'g'i $259 ga taklif etiladi. Yana bitta noyob telefon kelib qoldi, Redmi 12. E'tibor beringlar, bu 8256 lik. Moviy osmon rangda, o'ta darajada ideal holatda. Bunaqa 8256 lik telefonni $104 ga eng arzon narxda deb ayta olaman. Va sizlar uchun iPhone 13 Pro idealniy sostoyanida 128-96% lik, narxi esa $455 ga. Redmi Note 12 ni yangi 8 ga 128 talik variant kirib keldi. 8 ga 128 talik bironta nuqtasi yo'q. E'tibor beringlar, A32 5G $135 bo'lyapti, 4 ga 128 talik. Bu 8 ga 128 talik, bu dual sim kartali, bu AMOLED displey, korobka hujjatlari, hattoki NFC sigacha mavjudligini eslatib o'taman. NFC deb bilasizlar, besprovodniy to'lovlar uchun juda ham yaxshi narsa. iPhone 15 Pro Max Blue Titanium Dubayda 24 soat kutib aynan shu rangda shu telefonni olgan edim va hozir ham ishlataman. Baraka topganman. Rangi ham yoqimli, 256-90%, narxi esa $815 evaziga. Bunaqa narxga kuni kecha iPhone 15 Pro sotdi. Aynan Max ni men shunaqa narxda qilib beraman va ikkinchi telefonim natural rangda. Bu natural rangda ishlatgan odamlar rangiga to'ymaydi. Shunaqangi bir seryozni 2024-yilning seryozni rangi bo'lib chiqdi. 256-94, $835 ga. E'tibor beringlar, narxlar rosa arzon. Qo'limda takrorlanmas narxda 256-96%. Narxi $180 ga. Gold rangda, A+ segmentda. $109 ga Samsung A15 a'lo holatda, moviy osmon rangda, ideal holatda. Qo'ng'iroq qilsalar video qilib beramiz alohida. $75 evaziga mana sizga zo'r A06 modelimiz. $75 bor yo'g'i. Haqiqiy jozibali smartfon. Va yana bitta yangilik model ko'rsataman. Ko'rinishi jihatidan mana S24 Plus bilan bir xil ishlangan. Bu A16. Bu 6 ga 128 talik, dual sim kartali, A32 5G $135. Buni narxi $139 ga. 1 yillik kafolati bugundan amal qiladi. Zo'r taklif, korobka hujjatlari bilan. Globalniy, dual sim kartali, premium segmentdagi modelimiz. Siz azizlar uchun iPhone 13 ni eng zo'r batareya deb aytaman, lekin iPhone 14 batareyasi 13 dan da uzoq ketadi. Mana 100% radnoy, korobka hujjatlari bilan 128 GB, 88% lik, holati a'lo darajada $398 ga A+ segmentda iPhone 14. $70 ga, $70 ga, to'g'ri eshitdingiz, yangida Note 9, 128 talik, haqiqiy arzon narxda. $150 ga A34, oddiy, moshni, plavniy va juda ham yorqin, silliq ekran bilan jihozlangan. Bitta model bu A seriyada, hattoki yangi chiqqan A55 dan ko'ra 10 yillarda o'zini zo'r tutib bera oladi. Game Edition smartfon. A90 ancha-munchaga qizimaydi. Snapdragon 855, steklanli korpus, jozibali stilda ishlangan. Narxi $135 ga, A32 5G dan narxiga, A+ esa $165 ni tashkil etmoqda. Bu A- O'zbekistonda ozgina ishlagan va S8 Plus ni muxlislari uchun bu smartfon taqdim etilmoqda. Bu smartfonda pasti foyda ham qilmayapti. Buni biz mijozlar uchun olib kelib qo'yganmiz. S8 Plus ni yangida saqlab qo'ygan. Buni bilgan biladi. S8 Plus ni qidirib yurganlar juda ham bilishadi. O'zbekistonda yo'q, kerak bo'lsa Koreyada yo'q. Bu smartfon $135 ga A+ saqlab qo'yilgan variantda.
oddiy, moshni 2025-yilning stilida ishlangan Samsung A15 6 ga 128 talik yoqimli uslubni siz azizlar uchun bor yo'g'i $129 evaziga A32 5G narxidan arzon narxga taklif etmoqchiman va A82 narxidan arzon narxga Infinix tomonidan ishlangan. Afzallik jihatlarini aytib o'taman. Eko koja, premium segmentdagi korpusga ega bo'lgan. 108 megapikselli optika stabilizatori mavjud bo'lgan. Stereo Infinix dinamiklarga ega bo'lgan. Atrofi zalatisti, qayrilgan 120 Hz AMOLED displey 8 ga 256 lik $179 ga kuni kecha 220 210 sotayotgan telefonimizni haddan tashqari arzon narxda taqdim etmoqchiman. Siz bu smartfon bilan o'z dunyoyingizni kashf qilasiz. Bu smartfon siz uchun o'yin zona, kinoteatr, ish joyi. Bu smartfon yopilganda elegantni telefon. Bu smartfon tabiatdan ilhomlangan moviy osmon rangda. Siz qora yoki oq ishlatasizmi? Bu rangni bemalol ishlata olasiz. Chunki bu rangga insonning ko'zi o'rgangan. Quyosh osmonga qarashi shu bulut rangini ko'radi. Xuddi shunaqa rangda ilhomlangan holatda chiqarilgan. Bu to'laqonli bezazor yopilgani hisobiga yana ham ingichkalashgan va bu Fold 5 Snapdragon 8 Gen 2 bu smartfon narxi 700-650 bo'ladi. Lekin narxi bugun chegirmada bor yo'g'i $495 ga. iPhone 13 Pro ni 128-90 dan balandlari 445 dan 460 gacha variantlari nihoyatda katta variant keldi. iPhone XR ni 256-82, 164-82 lari, $185-195 tashkil etmoqda. 13 Pro Max ni vay, hurmatli obunachilar, yangisi kelib qoldi. 128-99 foizli $565 ga korobka hujjatlari bilan 128-99 foizli ikkita sim kartali Z regionda iPhone 13 Pro ni korobka hujjatli yangisi kelib qoldi. Narxi $460 evaziga beramiz. iPhone 11larimizni 128-90 dan baland 64-93 radno holatda 128-88 foizlilari narxi $230 dan $262 gacha, $255 gacha qilib beramiz. Variantlar nihoyatda ko'p. iPhone 12 Pro 256-99 foizli yangida, mana haqiqiy O'zbekistonda ishlamagan varianti, narxi $263 evaziga. Bizda Samsung Note 20 Ultra'lar. Eslatib o'taman, bu Note 20 Ultra'ni e'tibor bering. Narxi ayrim insonlar qimmat deb kommentariy yozishadi. Iltimos, yozishdan oldin o'ylanglar. Biz bu videoda qilishdan maqsad bizda eng noyob smartfonlar bo'ladi. Shuning uchun sizlarga ko'rsatib berishlik maqsad. Men o'zimga shunaqa Note 20 Ultra kerak bo'lsa, magazinimizda oldida 99 tadan ko'p magazin bor ekan va har bittasiga kirib chiqsam bironta bitta nuqtasi yo'q, shunaqa Note 20 Ultra topa olmayman. Endi siz flagman telefon olyapsiz, qimmat pulga olyapsiz, yangidek narsa oling, o'shanda 100% baraka topasiz. Va bu smartfonni men sizga eng tinig'ini $345 ga emakalari ofitsialniy rastamoshka bo'lib o'tgan eng tozasini taklif etaman va buni bizda $270 gacha minus segmentdagilari bor. iPhone 16 Pro'lar har kuni 5 ta 6 talab Dubaydan kirib kelyapti. Har biri kafolatga ega. iPhone 15 Pro'li natural titanium ranglari, oq rangi, qora rangi, iPhone 16 Pro'da silver rangi, xudo xolasa katta kolleksiyada bor. iPhone 16 Pro'lar $1000 ga 128 talik, $1100 ga 256 talik. 15 Pro'lar esa $900-880 tashkil etmoqda yangilari va rabochiylari qiziqarli bo'lsa, hozir biz eng asosiy filialga kirib ketyapmiz. Birinchi filialga ko'ringlar, videoda eng qiziq joy endi keldi. Ayni damda birinchi filialdan zo'r chegirmalarni sizlarga taqdim etar ekanman. Hamma smartfonda yangisi yaxshi. Albatta Honor X9C bu zamonamizning eng zo'r sotilayotgan, eng noyob smartfoni. $340 sotilyapti. Yangi zapechatinisini $295 ga qilib beraman. Bizda yangi smartfonlarning katta assortimenti bor va eng arzon narxlarda bo'ladi. Va bor yo'g'i 3 kungina ishlagan $145 evaziga Redmi Note 14 ni 6 ga 128 talik, dual sim kartali, ekrandagi zavodskiy plyonkalar olinmagan, chexollargacha hamma yo'g'i full box holatda. Bor yo'g'i 45 kun ishlagan, 45 sikl, buni bilsa bo'ladi necha kun ishlaganligini. iPhone 16 Pro kamera button knopkasi bor. Bu o'ta kuchli, zamonamizning eng kuchli smartfoni, eng yoqimli rangi oq rangi. Hozir syomka qilayotgan telefonlar 16 Pro Max ning oq rangi. Mana oq rang oldim va nihoyat oq rangga erishdim. Oq rang olishni necha yillardan beri orzu qilardim. Juda ham zo'r rang. iPhone da tushungan inson oq rangini oladi. iPhone 14 Pro ni qora rangi. Idealniy sostanida mana qora, seriozniy. Va bu smartfonimiz narxini $545 evaziga 128-83 foizlisini taklif etaman. Shunaqangi iPhone 12 Pro'larda $329 evaziga 128-82 foizli blue rangi. iPhone'larimiz narxi inshaalloh rosa arzon narxda 256-93 foizli $815 ga. $585 ga 128 talik 90 foizli iPhone 15 Pro.
iPhone 14 Pro Max 256 84% holati zo'r holatda $609. iPhone 12 Pro'mizni 128 87% ideal holatda $333. iPhone 1ni 128 94% $240. Red produkt rangda. O'zi iPhone'ni ishlatishni boshlamoqchi bo'lganlar, iPhone 1dan boshlasangiz ziyon qilmaysizlar. Xudo xolasa bizda $219 ham yaxshi iPhone 1larimiz bor. Bemalol zakaz berishlaringiz mumkin. Zamonamizni bardoshli buklanuvchi smartfonni Flip 4 Snapdragon 8 Gen 1GB ga kuni kecha 275-290 dan sotdik. Bugun esa $255. Eng yangi holatda. Nafaqat bizda Flip 4, balkim bizda Flip 3 ni shunaqangi oq va qora kalibratsiya bo'lgan ajoyib rangda ideal holatda $185 ga taqdim etiladi. Bizda Fliplarni turli xil modellari mavjud bo'lib, hattoki bizda Flip 6 gacha, Flip 5 gacha bor. Flip 5 ni islomiy rangda yangisini $405 ga, bilasizlar, $500 ga yaqin sotiladi. Oldi to'laqonli displey bo'ladi. Flip 3 ni kremviy rangi ideal holatda esa $215 ga. S10 o'sha afsonaviy S10 A32 5G narxida $135 ga oq rangi. Bizda A25 ni $155 evaziga 120 Hz ekran, orqasi karbonoviy mustahkam plastikdan ishlangan $96 ga dual sim kartali 128 tali A23 modelimiz. A32 5G $102 ga O'zbekistonda ozgina ishlagan A- segmenti, $120 ga 8 ga 128 tali Note 11 Pro ni yangi holatdagisi. Honor X8B modelimiz iPhone'lar kabi jozibali yupqa ramkalardan iborat bo'lgan $165 evaziga $200 ham sotiladi rabochisi. Bizda esa sezilarli arzon narxda. S22 Ultra ideal holatda faqatgina chexol izi tushgan, O'zbekistonda ozgina ishlaganligi bois va A- holatda $390 ga. Eng ishonchli imekalar ofitsialni o'tgan har bir smartfon uchun katta kafolat mavjud. Bizda S22 Ultra A+ ya'niki yangilarini $459 dan qilib beramiz. Va bizda S24 Ultra inshaalloh barcha rangini 256, 512 va hattoki noodatiy ranglarni ham topish imkoniyatiga egasiz. Va bu smartfonlarning narxi $620 dan $685 gacha boradi. S22 Ultra $399 ga deyarli A+. O'zbekistonda ozgina ishlab qo'ygani bois narxi $60 arzoniga. 16 ga 512 tali S21 Ultra bu O'zbekistonda ozgina ishlaganligi uchun 390 ga bas, bor yo'g'i $340 ga, $50 chegirmasi bilan xarid qilish imkoniyatiga egasiz. $305 ga ozgina ishlagan O'zbekistonda A- segmentdagi qora rangdagi S21 Ultra. S21 ni $205 ga A- segmenti, Note 20 ni $185 ga A- segmenti, $185 ga S21 ni A- holatdagi varianti taqdim etiladi. Va men sizlarga $72 ga A05 dual sim kartali 128 tali oddiy va yoqimli modelni taklif etaman. Siz uchun ideal holat A55 ni $255 qilib beraman. Mayli, sizlar uchun chegirmada 245 ham qilib beraman. Hurmatli obunachilar, va eng zo'r taklif $223 ga. Salafallari hali olinmagan, hali rabochiy bo'lib ulgurmagan bunaqangi A35 ni rabochiy deyishda o'zi katta xato bo'ladi va sezilarli arzon narxda, sezilarli yaxshi smartfonni taklif etaman. Mi 11 Ultra haqiqiy premium segmentdagi telefonni sizlar uchun $329 ga 12 ideal korobka hujjatlari bilan taklif etaman. Ko'pchilik bizdan S24 ni dual sim kartali variantini so'ragandingiz. Mana bugun kecha olib qoldik, Trendyol orqali o'zimizdan olishgan, yangi ochishgan, yangi deb turibdi. $489 ga. $500 dan arzon narxga dubayskiy korobka hujjatli 530-540 sotiladi o'zi aslini olganda. S22 ni yangi sostavida korobkalargacha kelgan. $280 ga. O'zi 310-305 bo'lyapti. Bizda qanaqa arzon narx, qanaqa sifat. A- esa $260-250 tashkil etadi. Biz sizlarga har doim shunaqangi noodatiy tushib ketganda CGC sertifikati, ya'ni buklanuvchi atrofiga ega bo'lgan, qirralarga ega bo'lgan Honor X7C 8256 lik, orqasi sun'iy charm bilan qoplangan, ya'ni o'rmondagi daraxtlarni eslatuvchi ajoyib yashil charm bilan qoplangan va buni narxi 8256 lik $185 tursa, buni $133 ga berib yuborishga tayyormiz. Ya'ni A32 5G dan ham arzon narxga sifatli smartfon. $112 ga 8256 lik Note 12S ni olish imkoniyatiga egasiz. Va shu kabi smartfonlar yana ham ko'proq ko'rishni xohlasalaringiz, albatta hoziroq Telegram kanaliga obuna bo'linglar va magazinimizga tashrif buyursangiz xursand bo'lamiz. Instagram orqali har kungi yangiliklarni kuzatib boringlar. Bizni kuzatishda davom etinglar. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat.